Ha, dangasa. Ya nima uffillab o'tiribsan? O'rtoq, men mashina olgim kelyapti-da. Lekin mashina olgim kelmayapti. Sen jinni bo'lib qolmaganmisan? Og'zingdan chiqayotgan gapni qulog'ing eshityaptimi? Hozir bitta mashina olish uchun avtosalonga bor, mashina tanla, narxini, markasini, sifatini o'rgan, bozor bilan narxi solishtir, sotuvchi bilan muomala qil, test drive qilib mashinasini haydab, mashinasi menga to'g'ri keladimi, yo'qmi, keyinchalik adashyapmanmi, yo'qmi? Xullas o'rtoq rosa ham erinib ketyapman. Klik ilovasini bilasan-a? Mana Klik ilovasida Klik avto bo'limiga kirasan, avtosalondan o'zingga yoqqan mashinani tanlaysan, telefon qilishing ham shart emas. Texnologiya. Zo'r. Faqat o'rtoq qara. Asabimni buzma. Qara o'rtoq, mashina oldim. Bir kun mashinani avtoturargohga qo'ydim-da. Keyin parkovka uchun pul to'lamaganimga jarima yozib ketishgan bo'lsa, unga ham balon pul to'la. Sen kirishdan oldin to'lab qo'yishini. Sen men tasavvurlarimga aralashmagin, nima qolsan tasavvurim ichida. Hozir endi buni to'lash uchun ham bitta programma top, uni sketchat qil, kartani ulaganingdan keyin pul yechish. Qancha vaqting, qancha kuching erinib ketyapman o'rtoq. O, tambal, uni ham Klik orqali to'lasang bo'ladi. Boshqa ilova sketchat qilish shart emas. Kartani ham kiritish shart emas, u yoqda o'zingning kartang kiritilgan bo'ladi. Texnologiya. Zo'r o'rtoq, zo'r. Lekin tasavvur qil, mashinam oldiga chiqib keta olmaydigan qilib boshqa kimdir mashinani qo'yib ketgan, tushunayapsanmi? Bu yoqda esa xo'jayin telefon qilib tezroq kelishimni so'rayapti. Endi mashinani egasini top, kut, kesa u bilan urush, to'polon, qamalib ketsam, men chiqqunimcha sevgilim boshqasiga turmushga chiqib ketsa, keyin men bu dardni ko'tara olmay ichkiligiga berilib ketib qolsam, O, dramaturg. Klikda uni ham iloji bor. Nima? Klik avtoga kirasan, avto signalni tanlaysan, o'sha seni mashinangni to'sib qo'ygan mashina bor-ku, o'shani egasiga xabar yuborsang bo'ladi. Keyin ana odam chiqadi. Keyin senga qaraydi-da, seni yoqtirib qoladi. Ana mashinasini ham senga berib yuboradi, Sanjok. Mengami? Ha, senga. Zo'r. Kun kelib o'sha berib yuborgan mashinasini mashinangiz berib turing, shunda magazinga o'tib kerak desa, kalta bersam-da, u ketsa-da, keyin gay to'xtatsa-da, ishonchnoma bo'lmagan. Klikda ishonchnomani ham tez, qulay olsang bo'ladi. Ha? Texnologiya. Zo'r. Nima qilasan? Mashina olasanmi? Faqat yana bitta muammo bor ekan, o'rtoq. Qanaqa muammo? Pul. Pul o'tkazishmi? Mashinaga hali pulim yo'q. Qara, Sanjar, tasavvur qil. Sen ursamda, miying satrasini olib, biqiningga ursamda, jigarlaring sochilib ketib, suyaklaring sinib turolmaydigan bo'lib qolsang-da, ana qizing tashab ketdi keyin siqilib ichib alkash bo'lib qolding. Don texnologiya. Bunaqa narsalarni tasavvur qilish menga mumkin emas. Mengacha shunaqa tasavvurlarni ro'yobga chiqarish mumkin-da. Sen bu yoqqa kelgin.